Jonli kitob. Qarg'alar mahkamasi. Muallif Sulhida Davron. Insonlar bordir, na do'st va na dushman, na yaxshidirlar va na yomon, na xavfsizdirlar va na batamom xavfli. Ba'zan aqllidirlar, ba'zan esa aqlsiz. Javobini bilmaganing topishmoqqa o'xshaydilar va sen buni bila olmaysan. Topishga urinasan, ammo topa olmaysan. Lekin doimiy shubhadasan. 100 ta quyon birlashib bir ot shakliga kirolmaganidek, 100 shubhadan bir dalil paydo bo'lmas. Bu mening gaplarim emas, Dostoyevskiyning gapidir. Yana kimlardir shubha tuyg'uning emas, aqlning kamchiligidir deydi. Aynan shu yerda ammo deb virgul qo'ygim keladi. Shubhaning bo'lmasligi kerak bo'lgan yagona yer bu iymondir. Qolgan har narsada shubha qilishga haqqimiz bordir. Chunki shubha qilayotgan bo'lsak, demak bekorga emasdir. Ish faoliyatim davomida shubhalanaman, lekin isbot eta olmayapman degan qanchadan qancha hodisalar ko'rdim. Va u holatda shubha qilgan tomon ayol bo'lsa, doim haqli chiqqaniga guvoh bo'ldim. Erkaklarda bu ko'rsatkich sal pastroq. Bunga ikki sabab bo'lishi mumkin. Yo ayollarning 6-hislari juda quvvatli, yoki yana ayni shu ayollar mahoratli yolg'onchi. Chunki xotinini alday olmagan er ko'rdim, lekin erini har makrga solgan ayolni undan ko'p ko'rdim. Ayolning zakovati doim kamsitilib, nazarga olinmagan. Ammo menimcha, erkaklar ishsiz qolishdan qo'rqishgan va asrlar davomida bu yurtlarda ayollar faqat ezilib xo'rlanib kelingan. Ayol sal o'ziga qarasa yengil tabiat. O'ziga ishonch bilan ish yuritaman desa, kalondimog'likda ayblangan. Buvimdan eshitgan rivoyatlarimda payg'ambarlar va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollar ichida aql zakovati bilan ancha-muncha erkakni ortda qoldirgan. Eng ko'p hadis rivoyat qilgan kishilar orasida Oysha onamiz roziyallohu anhu kelganlar. Tijoriy zakovatda ancha-muncha erkakni ortda qoldirgan Xadicha onamiz roziyallohu anhu bo'lganlar. Bu ro'yxatni uzoq davom etsa bo'lardi. Ayol qizlarga imkon berilsa, ulardan ham olimlar, bilimni rivojlantiradigan kishilar albatta chiqadi. Qaysi millatda ishchi ayol va bolalar ko'rsangiz, o'sha millatning erkaklari dangasa va o'ylamay oilasiga zulm qilgan deb bilinadi. Hozir aytishingiz mumkin, ayollar ham o'zidan ketmasin-da deb. Erkakni topganiga qanoat qilib yashasin deysiz. Xullas, dangasa va mas'uliyatsiz erlar yoki o'ziga va bolalariga jamiyat ichida yetarli e'tiborni ololmayotgan ayollar, afsus, o'z joniga qasd qilmoqda. Oldimda turgan hujjat yana bir yosh ayolning umri xazon bo'lgani va bu safar bolalarni ham o'zi bilan qurbon qilingani haqida. Erining so'roqda aytgan gaplarni o'qib, jahldan o'zimni zo'rg'a tutib turdim. Ayol eri ikkinchi xotinga uylanganini eshitib, bu ishga qo'l uribdi. Eri esa onamga qaraydigan kelin kerak edi, hadeb kasal bo'ladigan emas deb javob bergan. Bechora ayol o'z ota-onasinikida hayotiga nuqta qo'ygan. Bolalarim birovga yuk bo'lishni istamadim deb yozgan xati cho'ntagidan chiqqan. Eriga nisbatan bir tergov ishi ochilgan. Ko'p borsa 7-8 yil bilan qutulib ketadi. Lekin ketgan jonlar qaytadimi? Kim biladi ne kunlar ko'rdi. Kasalligining ostida ne sabab yotardi. Darrov ikkinchi xotin olmasdan, senga omonat qilingan ayolingni hadeb onasinikiga jo'natmasdan ozroq davolatsang, shu ayol oilasiga, ayniqsa seni onangga qaramas edimi? Erkak qamalib ketsa, unda yangi olgan xotini onasiga qarab turishiga kim kafil? Kompyuterimga kirgizayotgan ma'lumotlarim va oldimda turgan hujjatlarga sho'ng'ib ketgan edim. Puaro xonim, tushlikka chiqmaysizmi? Ochiq eshikdan kelgan ovoz egasini tanisam-da, boshimni kompyuterdan ko'targim kelmadi. Chiqaveringlar, meni ozgina ishim bor, dedim hamkasbim Jamilga javob qaytarib. 067 hujjatlarga qarayapsanmi? Deb qiziqib so'radi yana.
Oz qoldi, tugatib berishim kerak. Dedim hali ham ko'zim hujjat va kompyuter ekrani orasida borib kelar ekan. Jamilning xonaga kirganini va sekin men o'tirgan xonaga yaqinlashganini eshitsamda, u tomonga qayrilib qaramadim. Shu odating qolmadi-da, Poirot xonim. Ayol o'z joniga qasd qilgan, yana o'z oilasi oldida. Lekin sen bir gapda turib olding, erning qo'li bor deb. Qo'limdagi qalamni zarda bilan stol ustiga urdim va unga qaradim. Yoshimiz teng, hatto kursdoshim bo'lgan Jamilni hozir bir tomchi suvda bo'g'ishga tayyor holatda turgan edim. Nega hamma o'z xohishi bilan ketganlarni doim muhokama qilib uni aybdor qiladi-da, lekin uni shu holatga olib borganga qaramaydi? Sen tushunmaysan, chunki u ayol terrorist emas va bu ish bizga keldi. Sening terrorizm bilan kurash bo'limingga emas. Deganimda kuldi. Bo'ldi, yur, shuni ovqatlanib gaplashamiz. Och qoldim. Xotinim aksiga uyga ketgandi. Ertalab nonushta ham qilganim yo'q. Dedi hali ham qorin dardini o'ylab. Jamil, sening ham qizing bor. Mana bu rasmlarga qara. Men bu vahshiylikni ko'rib, tomog'imdan bir narsa o'tar edimi? Deganimda ko'z uchi bilan rasmlarga qaradi. Yuzida hech qanday ifoda o'zgarmay menga qaradi. Shuning uchun tergov bo'limiga ayollarni kamroq qolishgani ma'qul. Sizlar har ko'rgan narsangizdan bunday ta'sirlansangiz, oho, hayotingiz zahar bo'ldi degani. Jamil, yo'qol, qornim och emas. Bu rasmlarni xotiningga jo'natsam, ko'ramiz necha oy uyda ovqat yemaysan. Tergovda ayollar ishlamasin emish. Yerda ham ishlamasin unda. Nega mol holga qaraydi nozik kuchi bilan? Chunki u jismoniy ish, shundaymi? Aqlda esa bizlar tovuqni yeyamiz. Siz erkaklar, biz bo'lmasak, bir paypog'ingizni topa olmaysiz. Kam sonli ayollar bu sohada ishlasak-da, siz aqllilardan yaxshi natijalar ko'rsatganimiz rost. Bo'ldi, ketdim. Seni o'ylagan ahmoq. Deb gapirib xonadan chiqdi. O'ylamang bizlarni. Bizni o'z holimizga qo'yinglar. Deb o'z-o'zimga gapirib, yana hujjatlarga sho'ng'ib ketdim. Oradan qancha vaqt o'tdi bilmadim. Faqat qorovulimiz Muhammadali tog'a kelib qolmaganda hali ham o'tirgan bo'lar ekanman. Qizim, bugun shu yerdamisiz? Yo'q tog'a, chiqaman hozir. Deb kompyuterimni o'chirib o'rnimdan turdim. Jamil bilan tushlik qilmaganimga ayni shu damda afsuslandim. Chunki qornim ochligidan boshimga og'riq kirgan edi. Mayda-chuyda narsalarimni olib, avval xonadan, keyin binodan chiqdim. Havo allaqachon qorayib, biroz salqin tushgan edi. Yaxshiyam ish yerimga yaqin bir yerda turar edim. Shaharning shovqini hali ham davom etar ekan, men yo'l yurib binolar orasidan o'zim yashagan uy tomonga yura boshladim. Inson tanlagan kasbidan bo'lsa kerak, har tashlagan qadamida shubha qiladi. Ortimdan oyoq ovozi eshitilishi meni orqaga qayta-qayta qarashga majbur qilardi. O'z holida yurgan o'rta yoshli odamni o'zimdan oldinga o'tkazib yuborish uchun yerga cho'kib oyoq kiyimimni to'g'irlagandek bo'ldim. Odam o'tib ketar ekan, qulog'idagi telefonda gaplashayotgan bo'lsa-da, ancha payt ko'zni mendan uzmay yurib, oxiri mendan oldinga o'tdi. Har xil manyaklar va qotillar haqidagi kinolarni kamroq tomosha qilishim kerak edi. Xayolimda ming xil savol va ertangi kunning rejasini qilar ekanman. Podiyest eshigi oldiga yetganda, birinchi qavatdagi Zebo opa temir panjarasidan boshni chiqarib menga gap otdi. Zumurat singlim, bugun ham ish kech tugadimi deyman. Ertalab ancha erta ketgandingiz-a? Agar shu shaharda yarim aholi Zebo opaga o'xshab qiziquvchan bo'lganida, biror jinoyat fosh bo'lmay qolmas edi. Assalomu alaykum. Siz ham o'z postingizda o'tiribsiz. Bormi biror nojo'ya harakat? Dedim kesatiq aralash kulib. Zebo opa mening gaplarimdan xafa bo'lmas edi. Qayta undan bir narsani so'rashim unga yoqardi va hech qaysi axborot bazasida bo'lmagan yangiliklarni qatorlab berardi. Bo'lmay qoladimi? 3-qavatdagi Veronika student yigitlarni uydan quvdirdi. Deb derazasiga yaxshiroq joylashib oldi. Vera, Koreyada emas edimi? Qaytdimi? Hozir to'xtab tur, uydan chiqaman. Deb derazasini yopdi va men podiyest kodini terib ichkariga kirganimda, u allaqachon boshidagi ro'molni tuzatib eshikdan chiqdi. Qo'li bilan yelkamga urib qo'yib, "Tuzukmisiz, o'rgilay", dedi. "Yaxshi, rahmat.
ovora bo'lib chiqdingizda, deb yana kinoyali gapirgan edim. Ovorasi bormi? Deb zinalardan yuqoriga qarab gapirdi. Men esa unga qaramay yuqoriga chiqa boshladim. Vera o'zi kelgani yo'q, lekin endi kelar ekan deb eshitdim. Makler Murodilni jo'natib, bechora student bolalarni test chiqazdi. Uyini sotuvga qo'yganmish, deb erinmay ma'lumot bera boshladi. Yaxshi bo'libdi talabalarni ko'chgani. Hamma shikoyat qilayotgan edi o'zi. Deganimda yuzimga boshqacha qaradi. Voy, birdaniga chiqargani insofdan emasda o'rgilay. Bechora yigitlar qayerdan topadi bo'sh uy birpasda. O'qish endi boshlangan bo'lsa, bular uy qidiradimi yo o'qiydimi? Jon kuydirib gapirayotgan ayolga qarab, rostdanmi degandek qaradim. Chunki talabalardan eng ko'p shikoyat qilgan o'zi. Endi esa bunday gapirishi g'alati. Vera qurmaqo'r bittasi bilan tanishibdi. O'sha Koreyasida. U erkak buning uyi borligini bilib, uyingni sot, shu yerdan uy olamiz debdi. Bu xotinga sal yetmaydi. Bu uy uning eridan qolgan bo'lsa, qizining bo'yi yetgan. Uni ham Koreyaga olib ketgani bilan qaytsa nima bo'ladi? Ko'chada qoladimi bechora qiz? Zebo opa jon kuydirib gapirayotganlari o'zbek emasligini, ularning qadriyati sal boshqacha ekanligini aytgim keldi-yu, faqat juda charchagan edim. Tezroq uyimga kirib, bir par nonimni yeb uxlasam degan edim. Faqat bu qiziquvchan ayol ketimdan uyimgacha kelib, men taklif qilmasam ham uyga kirib oldi. Zumradxon, bir o'zingiz qo'rqmaysizmi bu uyda? Biror talaba qizlardan yoki bozorda ishlaydigan ayollardan olsangiz, harna sizga hamroh bo'lardi, deb o'zi joyida tursa-da, ko'zi atrofni kuzatar edi. Biroz avval Zebo opadek odamlar ko'paysa, fosh etilmagan jinoyat qolmaydi deganmidim. Ortiqcha qiziqish ham jinoyatga sabab bo'lishini unutgan ekanman. Zebo opa, menga ruxsat bersangiz, tez kirmasam bo'lmaydi, dedim yuvinish xonasini ko'rsatib va ichimda tezroq keta qol endi deya kuta boshladim. Ha, mayli, siz ham charchab keldingiz. Boray men ham. Mullakangiz qayerga ketding deb gapirmasin, deb eshikdan chiqdi. Xayriyat deb eshikni yopmoqchi bo'lganimda, shoshmang, Zumradxon, uydagilaringiz kelishsa, o'sha tog' saryog'idan menga ham ayting, pulini beraman. Yaqinda kelishadi, albatta aytaman. Yaxshi dam oling, deb nihoyat eshikni yopdim. Jismonan hech bir harakat qilmagan bo'lsam-da, miyamga o'rnashib olgan savollar, ularga qidirilgan yechimlar xuddi ertadan kechgacha yer ag'dargan odamga o'xshardim. Bu kasbni o'zim sevib tanladim. Maktab davridan tarix va matematika fanlarini yaxshi ko'rib o'zlashtirib kelgandim. Ustozlarimning aytishicha, zukko bir o'quvchi edim. Buni yillar o'tib talabalik davrimda ham bildim. Bir marta eshitgan narsamni qaytib unutmas edim. Buning sirini ko'pchilik so'rar edi, ammo javobini keksaygan mushtipar onam bergan edi. Qizim, otang rahmatli biror marta shubhali luqma yedirmagan sizlarga. Biz sizlarni boy yashatmagan bo'lsak-da, halol o'stirdik. Halollikda ko'p gap bor, degan edi. Tog'li hududlarning uylar masofasi bir-biriga ancha uzoq bo'lgan diyorlarda oddiy cho'pon Mamatqulning 8-chi eng kenja farzandi bo'lib dunyoga kelgan edim. Aka-opalarim orasida nevarali bo'lganlar ham bor. Oilada bir men o'qidim. Onamning ta'biri bilan aytganda, eng katta xatosini ham menda qilishgan ekan. Chunki o'qiyman deb kelgan poytaxtdan qaytib keta olmadim. Yoshim 32 ga yetdi. Bundan keyin ham oila qura olmasam kerak. O'zimni to'liq ishimga bergan edim. Birovlarga foydali bo'lishdan ziyoda adolat qaror topishni juda istardim. Oilada mendan boshqa o'qigan yo'q degandim, lekin har biri hayot maktabini o'qigan insonlar edi. Bizning uyda qachon televizor olindi aniq eslay olmayman. Hatto tog'li hududlarda elektr toki uncha yaxshi yetkazib berilmaganidan borlari ham ishlamas edi. Rahmatli otam cho'pon edi. Bolalarning hammasi mol qo'yni qanday boshqarishni yaxshi bilardi. Aka-opalarim turmush qurgach, ota-onam qarib qolgandi. Eng kichik akam Rossiyaga ishlashga ketganda, majbur otam o'rniga men qo'ylarni toqqa qarab olib ketar edim. Onam qo'lda tikilgan xaltachada non va gazaklar solib berar edi. Eng asosiysi, kitoblarimni o'zim bilan olib ketardim. Hech kim yo'q. Sukunat yerda kitob o'qishning gashti boshqa albatta.
Kitobim tugab qolsa, otamga yoki akamlarga aytib, oyda bir tuman markaziga tushib, eski sonli bo'lsa-da gazetalarni yig'ib keltirardim. Sababi ichida krossvordlar bo'lar edi. Akalarim uncha e'tiborli bo'lmasa-da, otam erinmay faqat krossvordi bor gazetalardan olib kelar edi. Inson yolg'iz qolganda o'z ichida ko'p gaplashar ekan yoki atrofdagi jonsiz narsalar bilan xayol surarkan. Men o'z ichimdan ko'ra atrofimdagi o't-o'lan va qurt-qumursqalar bilan gaplashib, ularni kuzatishni yoqtirar edim. Atrofda boshqa odamlar bo'lmaganidan keyin tabiatni kuzatish maroqli edi. Masalan, bulutlarga qiziqardim. Ularning shakllaridan o'zimcha ma'no chiqarardim. Yoki quyosh nuri tushgan kichik gullarning shakl o'zgartirishini ko'p kuzatganimdan, ulg'ayganimda odamlarga ortiqcha mehr bersang, qanday shakl o'zgartirishi mumkinligini bildim. Yolg'iz bo'lganim uchun uzoq-uzoqlarga qarab baqirar edim. Aqldan ozganim uchun emas, ovoz ohangim qanday to'lqinda chiqishiga qiziqardim. Hech narsa topa olmasam, qo'ylar va echkilarni kuzatardim. Ularning rangini, shaklini, hatto xarakterlarini juda yaxshi o'rganib olgandim. Men tabiat va hayvonot olamida baxtli edim. Boshqa hayotlarni faqat kitoblardan o'qib bilgan edim. Yana oila qurgan aka-opalarimdan eshitardim. Mening sof va qiziqarli olamimda haqiqiy hayotning soyasi 3-opamning o'limidan keyin sodir bo'lgan edi. Otam va onam bizni yaxshi tarbiyalagan edi. Ammo hamma ham bunday tarbiya bermas ekan. Qo'shni qishloqqa turmushga berishganida opam endi 18 ga kiray degandi. Oramizda husni eng go'zali o'sha opam edi. Afsus, har go'zalning baxti go'zal bo'ladi degani emas ekan. Eri usta edi. Svarkadan tortib elektr ishigacha o'zi qila olardi. Qo'li gul bo'lsa-da, tili zahar odam edi. Zahar deganim chin ma'noda zahar. Chunki ayamay topganini ichardi. Qiziq bir holat edi bu. Usta odam endi ichadi-da deb yonini olgan edi quda tomon. Men yosh edim. Balki aqlim olmas edi uncha-muncha narsani. Faqat opamning uyga hamma yeri kaltaklanib kelganini aniq eslayman. Eri navbatdagi ichkilikdan so'ng nimalarnidir bahona qilib qattiq do'pposlagan edi. Otam rahmatli qaytib jo'natmayman uyga deganida opam or qilib uyga ketgandi. Chunki biz tomonda nafaqat onasiga, balki o'zidan oldingi opalarning turmushga qarab qizlarga baho bichilardi. Opam bechora ketida yana 2 singli borligini o'ylab, ajaliga ketgan ekanini bilmagan ekanmiz. Qahraton qish vaqti. Qorong'u tunda noxush xabar keldi. Quda tomon opamni noshukrchilikda aybladi. Yosh edim. To'liq mavzu nima edi? Opam nega bu dunyodan ketdi? Hech biriga javob topa olmadik. Oilada shahar ko'rgan kam, qonun bilgan esa deyarli yo'q hisob. Maktabda 9-sinfda o'qir edim o'shanda. Huquqshunoslik degan fan borligini va undan ham fan olimpiadalari bo'lishini o'shanda bildim. Tumanimizda maktablar orasida bir tadbir bo'ldi. O'sha tadbirda menga sudya rolini berishgandi. Yodimda, akamning kostyumini 2 yonida qo'lda tikib o'zimga jiddiy sudya ko'rinishi berishga harakat qilgan edim. Hatto o'sha paytda sochim belimdan pastga tushardi. Uni xuddi katta ayollardek orqaga o'ratib, jiddiy qiyofada chiqqan edim sahnaga. Bu men uchun tub burilish bo'lgan edi. Dunyo bor ekan, yaxshi va yomon doim yonma-yon yuradi. Xuddi kun va tun kabi, baland va past kabi. Oramizda qabig'lik qiladiganlar bor ekan, adolat uchun kurashadiganlar bo'lishi kerakligini o'shanda anglab yetgandim. Biz o'sha tadbirda faxrli 2-o'rinni olib qaytgan edik. Qizig'i, siz qonunni bilasizmi degan bellashuvda oldindan gaplashib qo'yilgan hakamlar tomonidan bizning ballarimiz pasaytirilib, tumandagi boshqa maktablarning biriga berilgan edi. Bunga hatto zalda o'tirgan tomoshabinlar ham qarshilik bildirgandi. To'g'ri, tog' etagidagi, sharoiti uncha yaxshi bo'lmagan maktab bo'lsak-da, ustozlarimiz fidoyi va tumanda eng ko'p fan olimpiadasida o'quvchi chiqargan maktab edik. Konstitutsiyani suvdek yod olganimiz yetmagandek, mehnat huquqi, oila kodeksi, jinoyat kodekslarini ham yaxshilab o'rgangan edik. O'shanda huquq-tartibot organlarida ishlash men uchun orzu bo'ldi. U orzu meni olis poytaxtga yetakladi. Otam bechora o'zi kela olmagani uchun qo'shni qishloqdagi bir tanishi bilan meni poytaxtga jo'natgandi.
Xastaligi va qariligi tobora avj olgan rahmatli otam men uchun kim biladi necha qo'yni sotib u odamga bergandi. O'qishga kirganimni eshitish unga, afsus, nasib qilmadi. Tog'da bolaligi o'tgan qizning asl tog'i otasi ekanini o'shanda bildim. U bilan birga orzu va istaklarim ham ketgandek edi. Akalarim qo'liga qarab qolish bir dard bo'lsa, onamni yolg'iz qoldirish boshqa dard bo'lgandi.